Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli görürmenler, Din ve Hayat namlı sohbet programımızdaki bugünkü sanıda qanday qilganda ölgülük avlatlarının yetiştirgili boludu degan Timot doktorimiz, men program riyasatçısı Obul Qasım Ahmedi bugünkü programımızga Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği qurguchi a'zosi Ustaz Muhammed Yusuf Qarimni taklif qildik. Muhammed Yusuf Qarim programımıza hoş geldi. Hoş bulduk, rahmet. Bu qanday qilganda ölgülük avlatlarının yetiştirgili boludu degan sual bütün ata-onalarning kallasida aynab yurgan bir sual. Ama ata-onalarninki g'oyasi shu balam ravurish yaramliq bir odam bo'lsa, millatga ölgülük bir shaxslardan bo'lsa ekan degan orzuyimiz bor. Endi mushu g'oyaga yetish uchun farzandlarga dastlab beriladigan tarbiya qanday bo'lishi kerak? Bu savoldan boshlagan bo'lsak, qani marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Endi bu mavzu shunday hem muhim hem cho'ng bir mavzu. Endi bu mavzuni endi kuchimizning yetishicha shu mavzu haqida binasi digimiz keladi. Endi qanday qilganda ölgülük bola yetishtirish siz degandek rost har qanday bir ota-onaning, har qanday bir ota-ona bo'g'uchining orzusi va shuniki g'oyasi hamda. Bu birinci bulab balaga sığdırtkan narsa, yani bu şu Allah sevgisi, vatan sevgisi ve şu kin üzü müstakil mı da yaşayalaydıgan aynı kılıp terbiyeleş için onun da aslında bir iktidarını yitildiriş aynı gerekken. Yani bunu terbiye mütehassisleri neydi bu doğruda yaxşı geplerini kılıqlıqamdı. Ballarınki şu küçük vaxtıda din, vatanperverlikni, dinni suyuşni, Allah'ni suyuşni ve şu kalbiga o'rnatishda biz o'zimiz amaliyatchan bo'lib, shuni ballar bilan birga yashab, shunda gap bilan bo'lmayotgan bu. Şu kitap okusak birga o'qib, ders qilsak birga qilib, namoz o'qisak birga o'qib, vatan to'g'risidagi ayda vatanning tarixi deymiz, vatan mashhur shaxslar deymiz, shuni birga o'qib, birga muzokara qilib, shunda qilganda andin bolaga shunda bir yaxshi bir narsani uningga sog'il bo'lgan. Ya'ni dastlabda qilgan ish shu Allah sevgisi bilan vatan sevgisini bolalarningki kalbiga urlaştırış deb qaraydigan hamda. Hakikaten doğru. Allah'ın sevgisini yetildirishni onun kalbida elbette Allah'ını tanıtışımız lazım boludu. Binasını tanımasa onun kalbida onu süyüş mümkün bulmaydı. Elbette. Zaten Allah sevgisi her narsinin destepi boludu endi. Balanınki şu yetirişide Allah sevgisi yetilse qolgan sevgiler tedricinin bağlanıp yetildiken Allah sevgisini yetildirish uchun çoğun yaratgan Rabbini tunish, Qur'on va sunnatda kelgan dalillar orqali, aqlida dalillar orqali har bir atrofida aqlli inson qarasa o'zini Rabbini ko'radi, tuniydi endi. Agar bizning farzandlarimizga buni eslatmaganda o Allah sevgisi bo'lmaydigan gapga. Allah sevgisi bo'lmagan avlodlarda başka xalqni suyish, xalqni sevmagan adam mahlukatlarni suyish, xalqni suymaydi. Elbette farzandlarimizga şu Allah'ın sevgisini qalbida yetildirishga tirishsak, anadan keyin çoqum xalqni suydigan, nurg'ulg'an avlodlari hali bir din diyanat qilgan bo'lsa-mu, tarafdan yetishgan bo'lsin. Ba'zilarimizda yetarlik narsa o'zininki xalqini, millatini sevmaydigan, tunimaydigan. Çünkü chet elda tug'ilgan ko'plagan farzandlar o'zininki tarixlarini, xalqini bilmagandan keyin uning bo'lgan sevgisi sus bo'lgan gapkan. Shunga biz farzandlarimizda bir xalq sevgisi, millatini suydigan qilish uchun ham shu millatimizningki ajdodlarimizning tarixlarini, qahramonliklarini, ish izlarini ularga so'zlab berganda albatta unga avtomatik holda bir sevgi paydo bo'lishi mumkin. Lekin bu vatanimizni vatanimizning ne kadar güzel toprak ekanligini, buningki mushunda bir mustamlik ostida qolganligini, bo'libmi hozirgi xalqimizning beshib kelayotgan, duch kelayotgan xalqimizning mush eg'ir kunlarni so'zlab berganda, tabiiyki u bolaning qalbida xalqimizni suyish, vatanni suyish, xalqimizni va vatanimizning mustaqillik uchun, hurlik uchun bir kurash qilish iddisi yetildigan gapkan. Albatta.
ikkinchi qadamda shu farzand tarbiyasida nimalarga diqqat qilish kerak degan savolni Balla tarbiyasida bular shu ota-onaninki yurish turishi, axloqi, din diyonati, shuningga men qanday ballalarimni qanday munavvar, mukammal, yaramliq, o'lgulik farzand tarbiyalay desak, eng avval o'zimiz tarbiyalanishimiz kerak ekan. Eng qisqa yo'li, eng yaxshi chorasi shu ekan. O'zimiz qanchalik yaxshi, mukammal bo'lishga, mukammal bo'g'ilg'i bo'lmaydi-hamda, shuni mukammal yaxshi bo'lishga tirishsak, balllarimizni ashda qilg'il bo'lgan. Ya'ni yurish turishlarimizga, gap so'zlarimizga, va'dalarimizga xiloflik qilmaslik, masalan, ash hamma narsaga bak diqqat qilish, uning biri boshqa, ya'ni halol haromga bak diqqat qilish kerak ekanda. Endi bu yerda ballani saqlashga tegishli 3 ta narsa bo'lgan. Biri harom yegizmaslik, ikkinchi pastki narsani yegizmaslik, uchinchi ziyonli narsalarni yegizmaslik hamda ashunda sog'lom cho'ng qila olsang ballani hamda ko'zlagan maqsadga yetkil bo'ladi ekan. Endi bal tarbiyasida shu halol haromninki muhimligi to'g'risida nurg'un oyat, hadis hamda uni bu qisqa programda hammasini deb bo'lmaydi. O'zbekistonlik Tursunay Sodiqova degan bir yozuvchi ayol bor. U ayollarniki shu bal tarbiyasi degan kitobida bunda bir qissani bayon qildi. Bir mahallaninki bir katta yaxshi dindar bir o'lgulik bir kishi bor ekan. Bir kuni aşı kişinin balası bir meşçininki meş yasayotgan meşçinin qishga kelib, ayda bir juvaldurusni akilib meşni tishib qolib ketibdi-da. Tishib qolib ketgandan keyin bu meşchi nayt xapulab, bu mushundaq yaxshi bir odamning balasi qanday mushundaq bo'ldi deb azi qilib beribdi uyga. Hazratim sizning balla mening meşni tishib qolib ketdi degandan keyin xap bo'lmang, men sizga to'lab beray, uni qilay deb kelib, ayoliga kelib o adamı üzüme hayran kaldı. Biz şunda bir ölgülük bir adam tutsak, üzümüz şunda dindar, her tarafını yaxşı tutsak, balımız kanda bunda bulap kaldı. Kayada biz ketkizip koydak da ayaldın sorayken. Bu biz bir balığa haram yüzüp koydak mı kanda oldu dese, ya hocam siz nimini ekip berseniz biz yedik. Biz ne halaldan ekaldığımız o haramdan ekaldığımız mı biz onu okumayız. Ama ben bir kimden haram binasını yapsamıdık. Kanda terbiyeli geldikimizde siz üzünüzden mi suraştırın depti. Şunda olap uxlap kepti ola. Ertesi ayalının isigi kepti. Ayal deydiken, ben şu balığa eğraya çıkımda bir koştuğumuz benim mimar uzutu peşke çakırgandı. Şada oltursam mihmalla apelsin tizip kaptıken, apelsinge nay sızık tartıp diken, konulam şunda yigim geldi, lakin o yerde bir yan dimigellik için, hoş etmigellik için ben onu yiyişten hicil oldum. Şunda kılıp mihmalla uzaştı, uzaşkandı bizimki uzutup koydak, uzutup kapıp ben yüge yardımlaşış jarayonida aşı bir apelsinni akilip, şu yağlıqımni qistirib qo'ygan kichik bir yığını bilen tişip aşınıdan bir yutum içip ağandım deptiken. Şundan keyin sizden şu çağdaki aşı yığına balınızın kulda hazır juvaldırız olaptı dep şunda degan aşında bir nima. Şunu o'xshash qisma türklerdimi bakan başqa şekilde. Demek endi bu qissa. Lekin mujuna kichik binasi mo balalarning tarbiyasiga intayin ta'sir etkizgan, salbiy ijobiy tarafdan ta'sir etkizgan. Biz odatda kichik ish deb qaragan gaplar. Masalan, bir qatim bir yolg'on so'zlab qo'ysak, ya va'dimizga vafaqımızı ballığı vədə qıb durub, sana anda qıb birmə, müda qıb bilmə, imtihanı yaxşı ölsən, anda qılman, ya müda qılman deb, keyin sözümü vədimizni unutup qalsaq, bu balla herkes unutup qalmaydı ona. Ama biz unutup qalğan bilan, şunu olan o ballarınki nimisdə vədə deyəndə qıb qab, qılmasın, bultqan işi oxşaydı, deyən nəsi bir şəkillenib qalsa, onun dekin bizə oxşaş ballım aşıda bulaq qaldıkənçə, şun ballının mükemmel tərbiyələşini boşunun naiti bək diqqat qilish kerakən. Çünki mütəxəssislər deydi, bu ballının iki küzü xudu naiti ötkür kameraga oxşaş, aşı ata-ananın bütün hərəkətlərini aşı nima qılıb turdu deydi, hərəkətlərini küzütüb turdu deydi. Hər qandaq balda her qandaq balda men şu dadamdak bolsam boldu deytgan bir istek boldu ekan. Dadısı her qandaq balı üçün naiti tepilmez bir çoğ bir ülge. Muşu ülge endi balam dadamdak bolsam boldu deytgan kichik vaqtida. Kichkin çoğ bolgan ki dadısının axloqi %100 anda bomgamasa dadam bilmeytgan, dadam jahilken mundakan deb ketitgan endi. Demek endi aşı kichik çağda şu sabiy qalbiga biz naat yaxshi bir ülgüne kin dadam yetersizken, dadam kazzapken ya dadam mundaq rasmiy dinning ko'rsatmasilar mangmaytgan ya dadamda vatanparvarlik ruhi susgan deb qamaslik uchun ashbalningma ash mingiski rasmiy ayda 13 uchun biz mukammal, samimiy mukammal bo'lsak
Allah Teala bizimki kalbimizge oynaganda balığı unutup bitken. Ama onu özümüzde yok narsani her kança sözlep balığına nasihat kılsa beri kuruk gepken bu. Şuna o emel bilen bolmasa şuna Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e namaz okuştuğunda ve'mur ahlake bis salati vestabir aleyha deydi. Ehline namaz okuşu buyurgan sami çidamlık bolğununda. Yani üzerine çidamlık aldı da bulap bergen an şunda kılın depti. Şuna şu dikkat kıskarsak bu mavzunu endi. Halal haramga bak dikkat kılış, onundaki yürüyüş duruşumuzga dikkat kılış. İki işe qattiq dikkat kılsak, hem işte ölgü bulap bersak, mesela balla bizning qo'limizda telefondan ko'proq kitobni, Qur'on Karimni ko'rsa, balla bundaq dadam ata-onam mushunda qiladi deb ata-onasidan o'rganib ayda qilgan. Agar biz aksicha bulab og'zimizda boshqa qilayotgan ishlarimiz boshqa bulab tursa, u balla bizning qilg'inimizga emas, so'zligimizga emas, qilg'inimizga ergashitganda. Hakikaten Allah razı olsun. Bu sizlarning qissalari hakikaten bizga Qur'oni Karimning bir oyatini eslatadi. Cenab-ı Allah Qur'oni Karimda Resulullah'da sizlarga hakikaten bir güzel örnek ulgu deydi. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hemmimizin örneki ama şu Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste men atımız Adem Aleyhisselam'dan ta mening hazırki neslim kaçtık men haram aralashib qolmadi men. Yani nikahdan dunyoga keldim deganlik so'zlar. Zaten bir ölgülük şahs buluş için o bala halaldan dünyaya giriş zürür ekan birinci olab. Şoňa ölgülük avlad qasiyken men bir ölgülük avladdan yetiştirsem dese, şoň ulamalarning bäsi degenken awal ölündiği vaqtini tatip bununla tayyorlik qilish kerak. Yaxshi aileninki qizlarga o'linish, hatta mushunda bir nima deydi, haram zina ishlardan saqlanish, o balaning halaldan dunyoga ko'z etishiga bir g'ayrat ko'rsatish kerak bo'ldi ekan. Shu Rasul Ekrem sallallohu alayhi vasallamni Alloh taolo maqtadi Rasulullohning avlatdan avlat, yuqori ajdoddan ajdod jahiliyat davrlaridami uning bir haram ishlarga yo'liqib qolmaganligini alayda ta'kidlab turib bayon qildi. Yana biri shu siz degandek yaramliq avlod olsun uchun avval o'zi insonning o'zida Alloh sevgisi bo'lsa, adalet sevgisi bo'lsa, milletini suydigan bo'lsa, vatanini suydigan bo'lsa, balladimi shu bir iftixorlik tuyg'usi bo'lib dadasi bilan faxrlanib. Arabida bir gap bor, o'zingda bo'lmagan narsani bermaysan deb. Men mush dadamdek bir bo'lgan bo'lsam degan yaz kirdi. Nurg'ulgan bola zaten o'zinki dadasidan faxrlanadi. Mening menda dadam bor deb. Şuna biz ölgülük avlod yetildirish kerak uchun shu ota-onalar tirishchilik ko'rsatish kerak bo'ladi ekan. Endi buningga munosib bo'lib shu oxirgi savolim, ana shu ota-onalar farzand tarbiyasida qanday bo'lish zarur bu haqda bir. Ota-onalar jamiyatda bundaq ikki xil salbiy ota-onalar bor ekan. Birisi passib, birisi aşkın. Passib deganimiz balalarını erkinlikka qo'yib berdim deb faqatla qo'yib berib, uning tarbiyasi bilan faqat yani kar olmaydigan ota-onadan. Bu balalarni cho'qim zoya qilyotadi bundaq ota-ona. Jamiyatda ko'ryapmiz, masalan, balalarning shunday yomon narsalarga o'rganib qoldi, aqtamakiga deydi, birisi bir haraqqa o'rganib qoldi deydi, birisi yomon ishlarga o'rganib qoldi deydi. Masalan, shu ota-onaning faqat kar olmay tashlayotgandan jamiyatdagilar bilan aralashib, uyda ko'rmagan mehr muhabbat chiroyli so'zni jamiyatda ko'rgandan şunu aynı ezip ketken gapta. İkincisi aşkın aile degan mustabid ata-onalarda, mustabid ata-onalar buyruk talaffuz bilan ish qilgan. Uni qil, buni qil. Aynda deyversa bu balla zirkab bizmi yeshimizmi cho'ng bo'ldi hamda buyruk tushiraveramdi deb bunda qilib zarlanayotgan bunda kayfiyat kelib qoldi. Shu har qanday balla ishni qildirmoqchi bo'lsak balla nasliqlik bilan taklif bunda tavsiya shaklida yoki maslahat shaklida o'tirib qo'ysa uni %100 qildirib bo'ladigan hamda. Shunga ata-ona mustabidmi bo'lmay ve passifmi bo'lmay, o'ttir yo'l tutib, ashda qilganda ballani ko'nglingdagi yerga keltirgilim bo'lgan, ko'nglingdek tarbiyalik bo'lgan. Bo'lmasa anda bo'lmaganda, masalan, shu qattiqlik, halqa men o'zimniki dada bo'lgandikan, ana bo'lgandikan, biz o'zimizniki hayvatini ko'rsatishimiz kerak. Burunni bizni ata-onamiz anda hayvatlam dobi qarab qo'ysa titrab ketaddik, buda qarab qo'ysa qo'rqib ketaddik deb anda gap bor ya. Biz bunda qo'rqib, bunda qilsak, tarbiyalaymiz degan gap bu vaqtliq ata-onasini qo'rqqan bilan sirtga chiqqaniga o'zining bilginini qildi. Chunki muhabbat bilan tarbiyalamagan. Chunki uyda ata-onasidan muhabbat ko'rmasa, ata-onasining chiroyli so'zini anglamasa, ata-onasining ko'ngli isinmasa, ata-onasining ko'ngli illiqlanmasa, uni cho'qim bir yerdan izlaydi inson. Shunga muhtoj, muhabbatga muhtoj, chiroyli so'zga muhtoj, yaxshi bir do'stga muhtoj endi. Buni
ata-ana balalarga dost bo'la olamiz, balalarning muhabbati bo'la olamiz, balalarning yani söygen en yaxshi kishisi bo'la olamiz, balalarning do'sti bo'la olamiz. Aşında kılalayımız. Ama biz bunda kılmayız. Müstebetlik rolunu tutsak, muşu narsini ko'chadan aşu cemiyet daşqallardan alıp da ağandikin şunu olan ki bizden sözümüz gibi kirmeydi. Bizden terbiye şunu olan mağlup bulutkan gapta. Şuna biz aşu iki aşqulluqlı pasiflikni ikkilisini qilmay, aşu münasip o'tirhal o'rinda. Yani qattiqlik bilan yumshoqlik, muhabbat bilan qat'iylik o'tirisida ish ko'rsak yaxshi bo'ldi ekan. Hakikaten güzel tavsiyeler oldu. Nurgulluğun ata-analar şimdi farzandlarını yaxshi qilaman deb qattiq qo'lliq qilib qo'ydigan ishlajakken, sizlarga qattiq qo'lliq bilan boshqa bo'lsa, bolalar o ailenin nafratlanib, nada shunda öydürde aile şu zo'ravonlikqa da cho'ng bo'lgan bolalar jamiyatninki shu yomon qatlamida chirib qoladi ekan endi. Mesela kızlarning mı ata-onasidan nati chiroyli shunda ko'ngli illatadigan shunda chiroyli gapini anglamasa, ata-onasidan bir muhabbat so'zini anglamasa, sirtdan boshqalarni sizni yaxshi ko'raman degan chiroyli bir muhabbati, chiroyli so'z uning qalbiga nati ta'sir qilib ketib, ezib ketgan ish bo'ladi. Ata-ona nimishqa bolasini men sizni yaxshi ko'raman, qizim, sizni yaxshi ko'raman, bolam deyamaydi. Deyish kerak uni har zaman deb turishga, men sizni yaxshi ko'raman, ben sizni sevinip ketdim degan gapni jiq qilish kerakda. Ma gapni biz uydan olgandikin boshqalarga ilishga muhtoj bo'lmaydi. Biz uyda bermasak boshqa qilib berdi uni. Tabii. Yani şu biz bir balalarımızınki do'sti. Do'stidagidek. Har o'g'limiz, qizlarimiz bizga har qanday o'zining hayotida yo'liqqan ichki sirlarini diyaligidek bo'lganda, balalarimizni yaxshi maslahatchisi bo'la oladi ekanmiz. Albatta balalarimizni shunda bir ulgulik güzel avlat kılıp yetiştiğiyle bunu deken. Sizden Allah razı olsun. Hakikaten ata-analar bunu bu temede dikkat kılışımız gerek. Nurgul ata-analar zaten ben bir dada oğan deken, ana oğan deken yaxşı terbiyelatime deyimiz. Endi biz şunda balalarımız ne? Kur'an sünnetlerinin royuğu uygun. Yani şununla birge vatan milletin suyduğun kılıp terbiyeleş. Hem bizden bir hedefi buluş lazım. Bu vaxtda bir tirishchilik ko'rsatib, yaxshi ustozlardan maslahat elib, bugünkü de ama şu aile terbiyesiga alaqadar kitaplarımız yazılıp hem cemiyetimizde nurgulluğun leksiyalarını o'rlashtirib, hali bir ilgirlashlar bor. Amaliyotda nurgulluğun qarindoshlarimiz şu iqro qilaylik, şu 5-10 yilning yaqin, bas chet elga chiqqanning yaqin millatning qadriga yetadigan, vatanni tunuydigan narsaga emdaq erishaylik endi. Aralıkta bir 40-50 yıl bazı nimeler ölen halkımızda şu vatan sevgisi, millet sevgisi degen narsalarga ait azlab ketib ekan şu mustamlikning ta'sirida. Elbette balalarımızın da şunda evvel bulup yaratgan Rabbini suydigan, anandan keyin şu o'zining millet ve halkını suydigan bir qilib yetishdigan vaqtimizda çokum ata-analar o'zining farzandlaridan kelajagidan suyunudu, yaramli bir avlodni dunyoga qoldirib ketgan bo'ladi. Buning ejri naqadar cheksiz bo'lganligi zaten Qur'onda aytildi. Yaxshi avlod qoldirib ketsa, o inson o'lib ketgandan kimmi? Bütün onun farzandlari onun oxirgi nesligachilik onun duo qilib tursa, onun yetib turganligi hadislarda so'zlanadi. Vaqt munosabati bilan programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Keyingi sallarda qayta tushirish umidi bilan har biringlar bilan xo'shlashamiz. Xayr va salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.